Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodat amallarimizni qabul qilayotgan bo'lsin. Bugungi darsimiz tavba va istig'for haqida. Aziz birodar, ba'zi bir insonlarning o'yiga shunday bir fikr kelishi mumkin. Tavbani, istig'forni gunoh qilgandan keyin qiladi. Yo'q, tavba, istig'for bu ikki holatda qilinar ekan. O'zi tavba degan nima degani? Tavba bu inson qilgan ishiga nadomat chekishlik. Masalan, bir xato qilib qo'ydi. Gunoh ish qildi. Allohning hukmini buzdi. Shariatga zid ish qiladigan bo'lsa, uni orqasidan nadomat chekadigan bo'lsa, o'shani tavba deb aytadi. Tavbaning ikki xili bor. Tavba haqiqiy tavba va yolg'ondan qilingan tavba. Yolg'ondan qilingan tavbaning belgisi tavbadan keyin, ya'ni bilib turib o'sha ishga boraveradi. Haqiqiy tavba desa, o'sha gunohga, yomon ishga yuragimizdan jirkanib, o'sha ishni to'liq bilan tashlashlik, bu haqiqiy tavba bo'lib hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun." Ey mu'minlar, barchangiz tavba qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam istig'for haqida aytayapti. Bir rivoyatda: "Va inni la astaghfirulloha akthar min 70 marra." 70 dan ortiq. Boshqa bir rivoyatda 100 marra. 100 marotaba Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam istig'for qilar ekan. Har kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 100 marotaba istig'for qilyapti. Payg'ambarimiz qanday zot? Ma'sum, Payg'ambarimiz gunohdan toza edi. Ammo siz bilan bizga o'rgatish uchun Payg'ambarimiz o'zlari zikr qildi, istig'for qildi, tavba qildi. Shuning uchun aziz birodarlar, mana oldimizda inshaalloh yaqin kunlarda Ramazon oyi ham kelyapti. Ramazon oyiga tozarib, gunohlardan pok bo'lgan holatda. O'sha istig'forni ham ulamolarimiz aytadi, istig'for qilayotgan vaqtda gunohlarni tasavvur qilib, ey Allohim, zohiriy, botiniy, ochiq qilgan, maxfiy qilgan, bilib qilgan, bilmay qilgan, katta-yu kichik barcha gunohlarni tasavvur qilib turib istig'for qilinadigan bo'lsa, bir yerda yaxshilab o'tirib, namozdan keyin, namozdan oldin, kechqurun bo'lsa yoki ertalab yoki tahajjud mahalida, masjidda bo'lsa bundan ham go'zal bo'ladi. Hech kim yo'q yerda bo'lsa, boshqalar bizga bir xalaqit bermasa, chiroyli bir zikr qilinadigan bo'lsa, istig'for qilinadigan bo'lsa, tavbani odoblari ham komil bo'ladi. Sababi ulamolarimiz aytadi, zikrni bir yaxshi yerda, boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lmagan holatda qilinadigan bo'lsa, o'sha zikr insonning hayotiga ta'sir beradi. Shayxul hadis Mavlana Zakariya rahmatullohi alayhi o'zining kitoblarida aytadi. Agar inson doimo zikr qilib yursa va o'sha zikri haqiqiy zikr bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni og'zidan yaxshi xushbo'yni hidini chiqarib qo'yadi degan. Shuning uchun azizlar, doimo istig'for bilan va hayotimizda tavba bilan yurishga harakat qilaylik, toki oxiri o'limimizda, oxiri holatimizda, xotimamizda begunoh ketib qoladigan bo'lsak, ajab emaski, Alloh taolo bizlarni ham jannatiga dohil qilib, dunyo oxiratda darajalarimizni ko'targan bo'lsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.